Aka bo'layotgan ish pul. 33 ming. Aka u narxni qo'ying. Bozordan eng arzoni siz deganlar uchun olizga keldim. Narxlarsiz qanday sindirayotgan bo'lsangiz, sizni qo'ygan mashinalarning narxini bizlar ham sindirishga kelgan. Sindirib tani aka. Sindirdik aka. Bu mashina nima xususiyatlari borki, buni qimmat aytyapsiz aka? Aka to'xtang, shu joyda meni tinglaysiz. Bo'ldi akajon, siz K5 Xo'p. 2023-yil Xo'p. G-Line Plus. Bu narxlar beda bo'lmadi aka. Bu bozorda qilishingiz mumkin, beda qila olmaysiz aka. Aka bu go'zalligiga qarang, nima? Aka, oxirgi narxni ayting. Bo'ldi 32 ming bering aka, siz uchun yana 5 Aka, shu bizlar nomimizda obunachilar kelsa shu 32 dan bir nima o'tib berasizmi? Agar siz obunachingiz bo'lsa, o'tib beraman. Barakami? Labz va'da. Baraka. Akalar mana ko'rib turganlaringiz yangi Rabochi Kia K5 G-Line Plus'i sizlar uchun mana savdosini ustida o'zingiz bo'ldingiz. Aka 32 ming debdilar. Bizlar nomimizdan kelsangiz yana bir nima tushib beradilar. Bu saxiy odam o'xshatdilar. Yana bir ko'ngillariga qo'l solaysiz, tushaverar ekanlar. Mashinamiz juda ham ideal holatda turibdi. Voy, akalar hamma shunaqa mashinalar nasib qilsin. Chin yurakdan aytamiz bu gapingizni. Bu mashina shunday full variantda ekan. Korotchi borki, nima kerak bo'lsa hamma narsasi bor ekanda. Buni aytish shart emas, akalar o'zingiz tushunib olaveringlar. Eng oxirgi variantlardan ekan. Bu yoq endi yoz kelyapti, luklar ochib, endi bizlar o'xshagan kepkaliklar to'g'ri keldi, soch uzillar bo'lsa, sochchalarni hilpirlatib, bemalol ketaveradilar. Mashinamizni yurganiga kelgan bo'lsak, 10 mingina yurgan. Bu deganki, pashta salon degan akalar. Vapshe dahshat tutabdi, mashinamiz ideal holatda. Salon hidlari tutabdi-da, mashina to'g'ri umuman haydamaganlar, olganlar, prosta tak to'xtagan mashina, o'zlari chetda bo'lgan ekanlar. Mana nimalar aytib berasizlar-a? Mashinamiz kraskalari toza, chotki. Har bitta ko'rgan odam havas qiladigan mashina. Men chin yurakdan aytaman, mana shu mashinani menish har birsa nasib qilsin.